Alloh rozi bo'lsin birodarimizdan ham savoliga. Bu nima desam bo'ladi? Ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat qilishlik bu как бы bitta instrumentda, ya'ni vosita deylik. Bugungi kunlikda, ya'ni yuqorida aytganimizdek haqni yetkazishlikka harakat qilyapmizmi? Ha, o'shani qaysi uslubda yetkaza olamiz? Aytaylik, bir kishi aytishi mumkin, men masalan ijtimoiy tarmoqlarda jiddiy qabul qilmayman deydi. Chunki shunaqangi odamlar ham kam emas. O'zi jiddiylikni targ'ib qilmayotganlar ham juda kam emas, u yerda juda ko'p. Hop, shunday bir odam aytishi mumkinki, ya'ni men jismoniy ta'sir qilishlikni tarafdoriman deyishi mumkin. Bir jamiyatni ichida buzuqlikni o'nglashlik uchun agar uni haqiqatdan ham munkarda qaytarishda qo'li bilan qaytara olsa, uni qaytarishlik kerak. U ya'ni qaytargandan keyin ana shu munkar yana jamiyat ichida bo'lmaslik kerak-da, ya'ni taktik bilan yo'q bo'lib ketishlik kerak. Shunaqangi qudrati bor inson bo'lishlik kerak. Yana biz bilamizki, uni munkarni tili bilan qaytarish mumkin. Va uni dili bilan qaytarish mumkin. Hozirgi kunda qo'li bilan qaytaradigan odamlarda men masalan ko'rmayapman voqelikda. Qaysi jamiyatda bo'lsa ham kufrni fasodlari har bir ya'ni hayotda jabhalariga kirib borgan. Biz O'zbekistonni miqyosida oladigan bo'lsak, mana hozirgi pivo festivalini aytib o'tdik. Mana shu bitta buzuqlikni bir anaqasi, ko'rinishi va buzuqlikni targ'ib qilishlik, unga yo'l ochishlik. Masalan, aroq festivali demasdi, pivo dedi. Ya'ni bitta pog'ona pasta, ya'ni aroqdan pastroq degan anaqa bilan boshlashdi va jamiyatning ichida aksari musulmon bo'lgan xalqning ichida va harom deb biladigan xalqning ichida bu narsani targ'ib qilishlikka jur'at qilishdi. Mana shu yerda bir kishi bo'lishlik kerak ediki, ya'ni qo'li bilan qaytara oladigan. Davlatni va ana shu organizatorlar, ana shu pivo festivalining organizatorlar qo'ling quruq qolgurlar. Agar musulmon bo'lsa Alloh hidoyatlasin. Shularni to'xtatib qo'yadigan va qaytib bu ishga qo'l urmaydigan darajada imkoniyati bor shaxs bo'lishlik kerak edi. Afsuski bugungi kunda u shaxs yo'q. U davlatning o'zi ana shu buzuqlikni tarafdori. Shuning uchun ham biz ana shu munkarni tilimiz bilan qaytarishligimiz kerak bo'ladi. Tilimiz bilan ya'ni qaytarishlik uchun masalan men fizически O'zbekistonning ichida emasman, lekin O'zbekistonni farzandi bo'lganim uchun, ana shu yerda tug'ilib katta bo'lganim uchun, men uchun xalqimni qaysi tarafga qarab ketayotganligi befarq emas. Shuning uchun men qo'limdan kelganini qilaman. Ya'ni qo'limdan kelgani ana shu tilim bilan qaytarish ekanmi? Demak, tilim bilan qaytarishlikni uslubi o'sha bugungi kunlikda masofamni yaqin qiladigan ijtimoiy tarmoq. Ijtimoiy tarmoq bo'lsa, ana shu orqali men yetkazaman. Va buni ta'sirini men avvalda ham ko'p ko'rganman, alhamdulillah. Bundan keyin ham inshaalloh ko'rib qolaman deyman. Bu bir aytganimizdek ana shu bir vosita narsa, insonlarni, kishilarni munkardan qaytarishlik uchun bir vosita. Endi sal nima deydi? Oddiy bir insonni uyda, O'zbekistonning ichida deylik yoki Qirg'izistonda qayerda bo'lishidan qat'iy nazar ashardagi holati o'zini voqeligini o'zi yaxshi biladi. Tashqariga chiqib, jamiyatning ichida insonlarni o'zgartirishlikka, ularni haqqa chaqirishlikka imkoniyati bo'lmayaptimi? U ana shu anaqadan foydalanishlik ham mumkin. Ya'ni ijtimoiy tarmoqdan foydalanishligi mumkin. Uni qaysi turini, ya'ni bu yerda hozir sanab o'tishligimizni hojati yo'q. Ya'ni qaysi turi bo'lsa ham, Telegram bo'ladimi, YouTube bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, haqqa dalolat qilishlik, yaxshilikka dalolat qilgan kishi ana shu haqni bajargan kishi bilan bir xil ajrni oladi. Ya'ni o'zi to'g'ri deb bilgan manbalardan biron bir materialni, ya'ni video bo'ladimi, maqola bo'ladimi, shuni bir o'zi yaxshi ko'rgan
o'zi hurmat qilgan, o'zi aloqasi bor kishisiga ilinsa, xuddi ana shu maqolaga qancha vaqt sarf qilgan, videoga qancha vaqt sarf qilib ajr olayotgan kishi kabi ajr oladi. Chunki u xayrga dalolat qildi. Endi tasavvur qiling, ana shu xayrga dalolat qilishlik, ya'ni ming, millionlagan kishilarga bo'lsa. Kimki o'zini nima deydi, shu ommaga haqni yetkazishlikda o'zini kuchini past olayotgan bo'lsa, unday qilmasin. Chunki Alloh subhanahu va taolo uni qayerga ketayotganligini o'zi biladi. Uzoqlarga, siz ko'rmagan, siz balkim o'ylamagan yerlargacha yetib boradi u narsa. Yuqorida ham aytdik buni isbotlarini biz o'z ko'zimiz bilan, quloqimiz ko'rib, quloqimiz bilan eshitdik. Alhamdulillah, Alloh subhanahu va taolo shunaqalardan qilsin. Ya'ni bu vositadan, bu imkoniyatdan inson to'g'ri foydalana bilishlik kerak. Xuddi telefoningizda masalan aytaylik, fahshni ko'rib gunohkor bo'lishlikka, fahshga chaqirib, fahshga masalan bir narsa yordamlar berib, gunohkor bo'lganingiz kabi uni aksini qilishlik ham mumkin. Ya'ni o'sha savobga erishishlik, ajrga, jannatga yo'l qilib ochib olishlik mumkin. Bu narsa telefon bo'ladimi, kompyuter bo'ladimi, planshet bo'ladimi, shu ijtimoiy tarmoqlarda bunga haqqa dalolat qilishlikni o'zi yetadi. Ya'ni hamma o'zini toqatidan kelib chiqib turib ish qiladi-da. La yukallifullohu nafsan illa wusaha. Alloh subhanahu va taolo ya'ni toqatimizdan oshig'ini bermaydi. Kimki ana shu aytib o'tganimizdek o'zini aytaylik krasnorechivist, ya'ni oratorligi bilan xalqqa ta'sir qilmoqchi bo'lsa, o'sha bozorlarga bo'ladimi, boshqa masjidlarda bo'ladimi, minbarlarda unga do'sti bo'lsa, turib gapirib, o'sha ommani buzuq ishlardan qaytarib, ularga yaxshilikni yetkazsa bo'ladi. Va yana kimdir o'sha maqola yoza oladimi, kimdir video qila oladimi, kimdir yozganlarnikini olib tarqata oladimi, ana shu tarqatgani ming afzal. O'sha birodardan, o'sha vaqtidan, ya'ni 24 soat ichida bo'lib ham bugungi kunlikda nafaqat 1-2 soati ijtimoiy tarmoqqa ketib qolyapti, balki bir necha soatlari ketib qolyapti. Har bir videolarda listat qilib o'tiramiz, boshqa qilamiz, Instagramlar va boshqa shu yerlarda ko'rilgan narsani ommaga yetkazishlik kerak. Balki davlat imенно shu narsani effekti borligi uchun ham farq qiladi. Davlat shu narsani effektini ko'rganligi uchun taqiqladi. Ya'ni juma bilan tabriklamanglar, bo'lishmanglar, ya'ni islomiy narsalarda deyapti, lekin Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilish kerak-da bu yerda. Har bir o'zi sabablarini qilib qo'yib turib bezopasnostga odam uni yetkazishlik kerak. Bo'lib ham musulmon yurtimiz, ya'ni O'zbekiston xalqining to'g'risida gapiryapman. Aksari xalq musulmon. Bu fasodlarda tarqalishligiga u yerda yo'l qo'ymaslik kerak. Agar biron bir spesifik narsani nazarda tutgan bo'lsangiz, savol berguvchi birodarimiz, ya'ni o'zi aniqlik kiritib qo'ysa ham bo'ladi. Endi men anglaganim shu.